Assalomu alaykum. Kirib kelgan ulug' hayit ayyomi muborak bo'lsin. Allohim uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga omad, qo'llaringizga daromad, yaqinlaringizga quvonch, bir-birlaringizga ishonch ato etsin. Qalbingizni Alloh, tilingizni bismilloh, diningizni iymon, qo'llaringizni Qur'on hech qachon tark etmasin. Hayotingiz davomida sizga Ka'ba ziyorati, Qur'on tilovati, duo ijobati, iymon halovati, til salovati, aql shijoati, oxirat farog'ati, sabr qanoati, baxt saodati, tan salomatligi doimo hamrohingiz bo'lsin. Sizni va yaqinlaringizni muborak ayyom bilan chin qalbimdan tabriklayman. Assalomu alaykum azizlar, barchalaringizni kirib kelgan hayit ayyomini tabriklayman. Mana hayit namozlarini o'qib olib, mana qabristonlarga kelib o'tganlarni tilovat qilib bag'ishladik. Joylari jannatimiz oxirlari obod bo'lsin. Barchalaringizni kirib kelgan hayit ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Sog' bo'linglar.